xodimlarni jismoniy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirish maqsadida Pekiti Tersekali jang san'ati mukammal o'rgatilganiga guvoh bo'lyapmiz. Zo'r ekanligi jang san'ati haqiqatdan juda ajoyib va nima deydi? Ortiqcha harakatlarsiz o'sha shovqin ko'targan fuqarolarni, ya'ni jamoat tartibiga tahdid solgan fuqarolarni oson yo'l bilan bitta-ikkita o'sha harakatlar orqali tinchlantirib qo'ya qoladi xodimlarimiz. Bu esa jangovar tayyorgarligi haqiqiy darajada oshyapti. Yigirma kun mobaynida olgan nazariy va amaliy bilimlarni mashg'ulotlar davomida hozir xodimlarimiz imtihon topshirishyapti. Jarayonlarni esa kuzatamiz. Ichki ishlar vazirligi tomonidan xodimlarni jangovar jismoniy tayyorgarlik ochish maqsadida yangi sport turi, ya'ni Pekiti Tersekali hamda crossfit sport turlari o'rgatildi. Respublika miqyosida hududlardan 5 nafardan xodimlarni mana shu ushbu sport turiga jalb etib, 20 kunlik zubor, ya'ni 20 kunlik tashkil etilgan mashg'ulotdan ushbu jang san'ati o'rgatildi va ushbu 5 nafardan kelgan xodimlar ichidan bir nafarini yaxshi bilganini saralab olib, bir nafarini ushbu sport turlarini xodimlarga o'rgatish maqsadida viloyatlarda ushbu sport turi murabbiylar etib tayinlanmoqda. Pekiti Tersekali bo'yicha o'rgangan bilimlarimizni joylarga borib, shaxsiy tarkibimizga o'rgatishga va'da beramiz hamda rahbariyatning ishonchini oqlaymiz. 21 kun davomida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotida biz o'zimizga Pekiti Tersekali jang san'ati, undan tashqari crossfit sport mashg'ulotini bilimlarini yetib egalladik. Biz bu mashg'ulotga erkaklardan tashqari ayol xodimalarni ham jalb etamiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz.